Bugun erta tongdan viloyatimizdagi mahalla guzarlari, davlat va jamoat tashkilotlarida ham hashar tadbirlari uyushqoqlik asosida boshlab yuborildi. Shahrimizdagi Milliy madaniy markaz tomonidan tashkil etilgan tadbir misolida mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yurtimiz bo'ylab 13-14 mart kunlari umumxalq hashari o'tkazilmoqda. Ushbu tadbir doirasida mahallalar, ko'cha va xiyobonlar, aholi turar joylari hamda ijtimoiy obyektlarda keng ko'lamli obodonlashtirish va tozalik ishlari amalga oshirilmoqda. Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashabbusi bilan nodavlat notijorat tashkilotlari va do'stlik uyi hududida erta tongdan fuqarolik jamiyati institutlari vakillari, nodavlat notijorat tashkilotlar, milliy madaniy markazlar rahbarlari va a'zolari ishtirokida tozalik va obodonlashtirish ishlari olib borildi. Umumxalq xayriya hasharida mazkur markazlar vakillari ham faol ishtirok etib, o'z binolari va atrof hududlarini tartibga keltirish, tozalik ishlarini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratdilar. Shuningdek, tadbir doirasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekish aksiyasi ham tashkil etildi. Tadbir ishtirokchilari do'stlik uyi oldidagi bog' hududida mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekib, hududni yanada ko'kalamzorlashtirishga o'z hissalarini qo'shdilar. Bugungi hashar respublikamiz barcha hududlarida bo'lgani kabi Buxoro viloyatida ham keng quloch edi. Yaqinlashib kelayotgan Navro'z ayyom munosabati bilan tashkillashtirilgan bugungi hasharda Buxoro viloyatidagi nodavlat notijorat tashkilotlari, milliy madaniy markazlar, ommaviy axborot vositalari, ya'ni fuqarolik jamiyati institutlarining barcha xodimlari ishtirok etib, hasharni ko'tarinki ruhda o'tkazdik. Hashar bu barcha millatni, elatni, xalqni birlashtiradigan bir katta bayram shaklida, bir katta bir tadbir shaklida o'tdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayni paytda obodonlashtirish va xayriya hashari tadbirlari viloyatning barcha shahar va tumanlarida ham davom etmoqda. Bu esa yurtimizda azaldan qadrlanib kelayotgan hamjihatlik, mehr-oqibat va jamoaviylik kabi qadriyatlar yanada mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.